nima deydi, shamon hisoblanib keladi. Ular o'sha kelajakni oldindan aytib berish, kasalni davolash, o'lganlarni oxiratga kuzatish, tabiatda xohlagancha o'zgarishlar qilish bilan qilish xususiyatiga ega deb hisoblanadi. Ya'niki qaraydigan bo'lsak, bugungi kungacha ham bu shamanizmning turli xil nimalari, ko'rinishlari saqlanib qolgan. Bular masalan hozirgi kunda o'sha folbinlikni yoki tabiblar kasalni davolash, o'lganlarni oxiratga kuzatish davridagi turli xil marosimlarni yoki mana bizda ham bor tabiat hodisalariga go'yoki qanaqadir kuchlar bilan bosim o'tkazish, masalan urf-odatga aylanib qolgan narsalarni qarasak, suz xotin, sulton xotin va hokazo bunaqangi narsalar, shamolni to'xtatish yoki shunaqangi urf-odatlar ham o'sha shamanizmdan bizgacha yetib kelgan turli xil urf-odatlar hisoblanadi. Ya'ni shamonlar go'yoki ruhlar, yomon narsalardan qabilasini saqlab turish ma'nosida olinadi. Keyingi ibtidoiy dinning shakllaridan biri bu magiya hisoblanadi yoki sehrgarlik. Insonga, hayvonga yoki tabiat hodisalariga g'ayritabiiy yo'l bilan ta'sir ko'rsatish maqsadida bajariladigan xatti-harakatlar yig'indisi bu magiya deyiladi. Magiyaga qaraydigan bo'lsak, magiyani o'zi turli xil turlarga bo'linadi. Masalan, muhabbat magiyasi, davolash magiyasi, ishlab chiqarish magiyasi yoki dushmanni yengish magiyalariga bo'linadi. Aytaylik, muhabbat magiyasida qanaqadir kimlarnidir sevdirish, yaxshi ko'rdirish bu narsalar. Davolash magiyasida esa o'sha dushmanni yengish magiyasiga qaratilgan nimalarni, ko'rinishlarni davolash, ya'ni orqaga qaytarish yoki ishlab chiqarish magiyasini qaraydigan bo'lsak, bu narsa ham bugungi kungacha bizgacha yetib kelgan ba'zi bir unsurlar yetib kelgan. Aytaylik, dehqonchilik qilishdan avval, dehqonchilikni boshlashdan avval qanaqadir qon chiqarish, o'sha dehqonchilikni boshlayotganda o'sha dehqonchilikka bag'ishlab shu yil hosilimiz mo'l-ko'l bo'lsin degan ma'nodagi harakatlar bu o'sha ishlab chiqarish magiyasiga kiritiladi. Bular turli xil ko'rinishlari bor. Asosan magiyaga qaraydigan bo'lsak, ikkiga bo'linadi: oq va qora magiya. Oq magiya deyiladi, bu insonlarni davolashga qaratilgan magiya bo'lsa, qora magiya esa insonga zarar yetkazish tip ko'rinishidagi magiya. Bugungi kunda bu narsalarni qarasak, mana folbinlarni olish mumkin. Go'yoki folbinlar issiq sovuq bilan bir narsa bilan shug'ullanuvchilar ana shu magiyadan shug'ullanadi va bu narsalar juda ham zararli oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Lekin islom dinida bu narsalar juda ham qoralanadi hamda bu narsalarni qilishga unchalik tavsiya qilinmaydi. Umuman tavsiya qilinmaydi. Umuman olganda mana bu darsimizdagi birinchi rejamiz edi. Endi ikkinchi reja, ya'ni milliy dinlarga qaraydigan bo'lsak, umuman milliy dinlar nima? Milliy dinlar o'sha deb odatda bitta millatga mansub xalqlar e'tiqod qiladigan dinlar tushuniladi. Milliy dinlar o'sha faqat bitta millatga doir bo'lgan milliy dinlar hisoblanib kelinadi. Bular aytaylik, dastlabki milliy dinlar o'sha quldorlik jamiyati vujudga kelgandan boshlab o'sha politeistik, ya'ni ko'p xudolik dinlarga nisbatan kelib chiqqan va o'shalarning ko'p xudolik dinlarining orasidan bitta dinni qabul qilgan dinlar bu milliy dinlar hisoblanadi. Masalan, qadimgi Grek dini ko'p xudolikni o'zida aks etgan. Masalan, Zeus panteon, ya'ni qadimgi nimada Yunon tilida panteon bosh xudo hisoblanadi va uning ukasi aytaylik dengiz xudosi Poseidon, ikkinchi ukasi aytaylik yer osti xudosi hisoblanadi. Bular o'sha muhabbat va go'zallik ma'budasi, umuman urush xudosi, quyosh xudosi, san'at, umuman bu narsalarning homiysi hisoblanadi. Xuddi shunday aytaylik yahudiylarning bosh xudosi Yahve ham ko'p xudolikni aytaylik yaqqol namunalaridan biri hisoblanib kelgan. Keyinchalik bu
o'sha yahudiy dinining milliy xudolaridan biri, ya'ni Yahvega e'tiqod qilish bilan bu narsa bog'lanadi. Masalan, milliy dinlarda o'sha bitta millat elat dini deb ham ataladi va ana shu faqat o'sha milliy dinlarda bitta dinga faqat shu bitta millatlar e'tiqod qiladi. Aytaylik, hinduizmni olib qaraymiz. Hinduizm ham Hind millatining milliy dini hisoblanadi va bu o'sha Hindistonda keng tarqalgan din shakllaridan biridir. U eramizdan oldingi dinlar o'sha Brahmanizm va Vedizmning evolyutsiyasi natijasida vujudga kelgan, o'sha birinchi mingyillikning o'rtalarida shakllangan. Bu dinga bugungi kunga kelib hozirgi vaqtda ham Hindiston Hind millatining 80% dan ko'proq aholisi o'sha hinduizm diniga e'tiqod qiladi. Hinduizm sinkretik din hisoblanadi. Turli e'tiqodlar, urf-odat, marosimlar, mahalliy diniy e'tiqodlar, qarashlarning murakkab kompleks sifatida vujudga kelgan. Bu hinduizmning o'sha qaraydigan bo'lsak, o'zining yagona diniy tashkilotiga ega emas. Ular asosan Brahmanizm, Buddizm va Jainizmning asosiy g'oyalarini qamrab oladi. Hinduizmda inson tug'ilgandan to vafot etguniga qadar bo'lgan hamma narsalarni hinduizmda cheklab, belgilab qo'yadi. Shuning uchun ham marosimchilikka ularda juda ham keng o'rin ko'rsatilgan. Ular ijtimoiy tengsizlikni oqlaydi va abadiylashtiradi. Ya'ni ruhning o'lmasligi, boyagi animistik tasavvurlar bularda ham bor va ruh animizmda uchib ketadi. Hinduizmda esa ruh o'lmaydi va bir tanadan keyingi tanaga sakrab yuradi deyiladi. Bu hinduizm ta'limotida sansara ta'limoti deyiladi. Qayta tug'ilish ham bor. Ya'ni ruh o'sha o'lgandan keyin boshqa tanaga ko'chib o'tadi. Sansara va qayta tug'ilish bu karma ta'limoti deyiladi. Karmada inson cheksiz qayta tug'ilishlarini boshdan o'tkazadi va gunoh ishlar uchun javob berish, ya'ni jannat va do'zax kabi aqidalari ham mavjud. Umuman olganda hinduizmda diniy, ya'ni tasavvurlarda, dindorlar tasavvurlarida bosh xudo bu Brahman hisoblanadi va koinotning ijodkori va yaratuvchisi. Bundan tashqari Vishnu va Shiva xudolari ham bor. Mana qaraydigan bo'lsak, mana bu birinchisida Brahman to'rga qarab turibdi va Vishnu va Shiva xudolari bular ikkinchi va uchinchi xudolar hisoblanadi. Ular ana shu uchta bu xudolar panteoni deyiladi. Ana shu uchta xudoga e'tiqod qiladi. Ya'niki qaysi xudoga ishi tushsa o'sha yuziga qarab e'tiqod qilishlarini ham kuzatishimiz mumkin. Endi hinduizmda jamiyatning tabaqalarga bo'linishi aks ettiruvchi umuman savob, jazo, umuman bu narsalar bor. Ularda 4 ta asosiy maqsadni ko'rish mumkin. Birinchisi dharma, ya'ni oila va jamiyatda diniy talablarni bajarish. Bu yerda har bitta hinduist oilada va jamiyatda diniy talablarni albatta bajarishi talab etiladi. Ikkinchisi esa artha. Arthada ya'ni foydali ishlar qilish kerak, zarur materiallarga ega bo'lish kerak. Ya'ni bekordan bekorga ham faqat diniy talablarni bajaruverish emas, balki foydali ishlar qilish ham o'zini nazarda tutiladi. Va kama, ya'ni muhabbat tuyg'ulariga erishish, his tuyg'ularini qondirish, ya'ni xudoga, ya'ni xudolarga nisbatan muhabbat, hayotga bo'lgan, oilaga, vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'ularini bular qondirishi kerak. Moksha esa o'zgarish zanjiridan butunlay xalos bo'lish hisoblanadi. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, karma, ya'ni qayta tug'ilish zanjiri bo'lsa, ana shu mokshaga erishganda ular o'zgarish, ya'ni qayta tug'ilish zanjiridan xalos bo'lishini nazarda tutadi. Hind xalqi orasida yovuz ruhlarga e'tiqod qilish bu keng tarqalgan. Ular asosan turli hayvonlar, aytaylik ho'kiz, sigir, maymun, ilon kabilarga ham sig'inadi. Aytaylik ularni sig'inadi va muqaddaslashtiradi. Hind xalqi uchun Gang daryosi bu muqaddas daryo hisoblanib kelinadi.
ya'ni Gang daryosida yuvinadigan bo'lsa, ular gunoh